Assalomu alaykum barchaga xush kelibsizlar Umid Toshboyev YouTube kanaliga. Akalar ukalar, bugun mana 19-aprel, bundan 2 kun oldin 17-aprel kuni video qilgandik. 450 ta obunachi, 450 ta like so'ragandim. Podдержка uchun kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Bu 17-числа kuni video qilgandim. Prosmotr 8300 marta ko'rildi. 8300 ta. Like'lar soni 450 ta like so'ragandim. 490 tadan oshib ketdi like. Borlaringizga shukr, kattakon rahmat hammalaringizga. Kommentariya 60-70 tadan oshdida kommentariya yozilgani. Nima deymiz endi? Endi nima bo'ldi degan aka-ukalarimiz uchun uni o'z egasiga olib borib berdik. O'z egasiga olib borib berdik. Bu yerda ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlar bor. Men bu akaga aytdimki, sizga unda olib borib berdik aka dedim. Kommentariyaga sizning nomeringizni qo'ysam, ishonmagan obunachilarimiz telefon qiladi dedim. So'raydi dedim. Yo'q dedi, shart emas dedi. O'ziga sal xijolatlik qildimi yo odamlar noto'g'ri tushunadi deb o'yladimi? Qaraychi, nomeringizni qo'yaman, obunachilarim sizdan so'raydi, unda haqiqatan olib borib berdimi yo'qmi deb. Shunga so'ragandim, yo'q, shart emas dedi, Umid dedi, shart emas dedi. Ishonganlar like bosim videoga, ishonmaganlar dislike. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketingizlar. Lekin 100% yetib bordi. Bugun числа 19, soatimiz necha bo'ldi? Soatimiz hozir soat O'zbekiston vaqti bilan kechki payt 19:33, 34, 35 atrofida bo'layapti. Kechki payt video qilyapmiz. Men nimaga qolin kiyinib olgansan Umid degan obunachilarimizga, biz Amirsoydamiz. Amirjoy juda ham sovuq joy ekan. Mana keyin tabiatni ko'rib turibsizlar. Bu yerda anolar daraxtlar endi gullayapti. Daraxtlar endi gullayapti. Amirsoyga bir joyga mana shu darcha bilan naryoqda darchaga girda atrofiga gazon egish kerak ekan. Shu yerga bir 10 kunlik ishga keldik-da. Mana shu daraxtlarni bugun tushirdik. Amirsoyda ishlatganmi bugun 4-kun. Ob-havosi toza, cho'tka joy ekanda. Baribir Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog'ning ob-havosiga teng kelmaydi ekan. Mana keyin darchalar. Bunday darchalarni men Moskvada ko'rgandim, yog'ochdan qurilganda uylar. Mana shu Toshkentda ham, O'zbekistonda ham bor ekan yog'ochdan qurilgan uylar. Bor ekan. Toshkent oblast Amirsoy degan joyda bor ekan. Akalar ukalar, yana bir narsa. Kimda-kim un, ozod dari, shu bug'doyga, orpaga sepadigan dari kerak bo'lsa, bemalol Bahodir akadan xarid qilishlaringiz mumkin. Bahodir akaning telefon nomerini, WhatsApp nomerini mana shu videoning kommentariyasiga yozib ketaman. Bugun unda ham bir muhtojlarga unda ham Bahodir akadan olib borib berdik. O'tgan martagi videoda bir ikkita obunachilarimiz yozdi.
Umid Amirsoydan chiroyli joylarda bir video syomka qilib tashlaydigandi. Hozir nomashomdan sal o'tyapti. Mana istalbalarda boya simga osilib yurayotgan o bor edi. Hozir u kech bo'pti, sal ketibdi-da. Uning ish vaqti tugaganmi? Ketibdi. Buni yoqlar darcha. Boylar darchasi. Mana keyin bu yerda daraxtlar endi gullayapti. Mana bu nok daraxti ekan. Endi gullayapti noklar. Menimcha yerga musor taylash mumkin emas, znagi ekan bu. Mana keyin Toshkent znagi. Buni saylaki. O'ng tarafga qarab ko'rsatilib qo'yibdi. Sim bilan osilib yuradigan voya. Qaraychi, nima bo'lsa shuni biladiganlar kommentariyaga yozib qo'ysin. Simga osilib yurib hamma taraf osma dori yo'li. Qanotnaya doroga. Sabli. Mana keyin. Mana shu yerga vertolyot qo'nayotgan joyi bor ekan. Mana keyin vertolyot qo'nayotgan joy. Bozor kuni ertaga vertolyot kelishi mumkin. Boylar mana shu darchada dam olib ketadi-da. Akalar, ukalar, videoni uncha ko'p cho'zmaymiz. Un masalasi hal bo'ldi, 100% hal bo'ldi. Shu boshida aytganimdek, sizning nomeringizni kommentariyada qoldiraman. Sizdan obunachilarim so'raydi deganim yo'q, shart emas dedi. Bahodir akaga murojaat qilaverasizlar. Un, ozod dori va hokazo. Reklama emas, o'zim shunchaki video qilyapman. Yana nima deymiz? Bahodir akaning magazini Surxondaryo viloyati Uzun tumani Bobotog' sitidan o'tgandan keyin o'ng qo'l tarafda asfaltning bo'yida. Bahodir akaning nomerini, telefon nomerini, WhatsApp nomerini qoldiraman. Sababi WhatsApp Moskvskiy nomerga ulangan ekan, WhatsApp. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar. Videoda like bo'lsangiz, bittadan like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi yangi video qo'yganimda aynan birinchi bo'lib siz ko'rasiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Xayr. Mana keyin Amirsoy bayroqchalari bor. Qishda bu yerda qor shu 3 oy 4 oy qor yerdan uzilmas ekanda. Qishda juda sovuq bo'lar ekan. Hozir ham juda ham sovuq.
Ob-havosi toza, shu boshida aytganimdek, Bobotog'ning ob-havosiga teng kelmaydi.